Assalomu alaykum qadrli foydalanuvchilar hamda hurmatli o'quvchilar. Darslarimizni davom ettiramiz. 3-sinf 42 dars qoldiq. Eslatib o'taman, ikkinchi qism, ikkinchi chorak kitobi. Hop, yondosh mavzu berilgan sport trenerlari, bo'luvchi, to'liqsiz bo'linma qoldiq. Ular haqida gaplashamiz ekan. Mana bu basketbol o'ynayotgan sportchini tasviri berilgan. Savollar yo'q bu yerda, shuning uchun birinchi og'zaki hisob-kitobdan boshlaymiz ham. Trener 9 ta bolani 2 jamoaga ajratib, har biriga 4 tadan bolani kiritdi. Hamma bolalar ham jamoaga kira oladimi? Bu bolalarni nechta jamoaga kiritsak, har bir jamoadagi bolalar soni o'zaro teng bo'ladi. 4 tadan ajratibdi. 1, 2, 3, 4 ta. Mana bular bitta guruh bo'lsin. Keyingi 4 ta mana bular bitta guruh bo'lsin. Qarabsak, bitta bola qolib ketdi. Hamma jamoa kira oladimi degani esa biz yo'q deb javob beramiz. Endi 4 ta bo'lmadi, 3 ta ko'ramiz, chunki 9 3 ga bo'linadi, 9 tada bular. Shuning uchun mana bularni ajratamiz. Har birida 3 tadan bo'ldi. Demak, bularni biza 3 tadan ajratishimiz kerak ekan. Bo'luvchiga butun bo'linmasa, bo'luvchiga butun bo'linmasa, bu holatda qoldiq bilan bo'lish deb ataladi. Qoldiqli bo'lish mana shunday ifodalanadi. 9/2 teng 4, qoldiq 1. 9 sonini 2 soniga bo'lsak, to'liqsiz bo'linma 4 chiqadi. Javobi 1 esa qoldiq sifatida qoladi. Bu holatda bo'luvchiga butun bo'linadi. Qoldiq esa qolmaydi. Ya'ni qoldiq 0 chiqadi, teng bo'ladi. Bu holatda qoldiq yozilmaydi. 9/3 teng 3. Qoldiq yo'q bo'lsa yozmaymiz, ya'ni 0 chiqib qolsa. Ikkinchi, 26 ta futbol to'pi qutilarga 6 tadan solinyapti. Nechta to'p ortib qoladi? Bunda qoldiqli bo'lish shaklida yozib qo'ying. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadan solinyapti va 2 ta ortib qolyapti. Bu yerda 4 ta yetmayapti. Qoldiqli bo'lish shaklida yozib qo'ying degan. Mana 26/6. Mana 6. Javoblar 1, 2, 3, 4. To'liqsiz bo'linma 4. Qoldiq 2. Yuqorida ham bizda aynan qoldiq tasvirlangan, mana qoldiq 1 deb yozgan. Xuddi shu tartibda yozdik. 26/6 javobi 4, qoldiq 1. Mana 26 va hokazo qoldiq 2. Ikkinchi sinf, 3-sinf 2-qism kitobi 42-dars qoldiq. Mavzu eslatib o'taman. 3. Trener da 19 ta raketka bor. Bu raketkalarni juft-juft qilib tahlasa, nechta raketka ortib qoladi? To'g'ri javobni toping. Bu yerda mana bu 8 bo'lsa kerak. Mana adashmasam. Mana bu bitta. Bu ham bitta. Mana bu ham bitta. Endi kichkintoylar barchasida qoldiq bor. Barchasi bo'linmoqda. Agar tekshirib ko'rsak, to'g'ri bo'lishi ehtimoli bor. Bu yerda mana bu 2 bilan 3 ga e'tibor beramiz. Hozir shuni chizib ko'rsatib beraman. Mana bu 2 bilan bu 3 ga e'tibor beramiz. Bu 2 bilan 9 ga e'tibor beramiz. 2 bilan 1 ga e'tibor beramiz. Mana bu qoldiq.
Bu 2 dan kichkina bo'lishi kerak har birida. Shu to'g'ri javob bo'ladi va mana bu ekan. To'g'ri javobni toping deyapti. Mana shu to'g'ri javob bo'ladi. Kichkina bo'lishi kerakda qoldiq mana bu o'rtadagi böluvchidan. Mana bölüşdə qoldiq doim böluvchidan kichik bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shu. 47/5 teng 9 qoldiq 2. 2 qoldiq böluvchi 5 dan kichik. Mana buni aytmoqda buni. Har doim kichkina bo'lishi kerak. Birinchi va ikkinchi bizga berilgan javoblarda bular katta edi. Bularni qabul qila olmaymiz. Kichkina bo'lish shart. Suratga qarab bo'lishni bajaring. Yechimini daftaringizga yozib qo'ying. Endi bo'lishni quyidagicha bajaramiz. Bu yerda 7 ta koptok berilgan. Bularni 2 tadan bo'linmoqda. Mana bu tartibda 2 taga ajratib chiqsak bo'ladi. Masalan, 3 ta qismga ajratdik. Demak, javob 3. Qoldiq esa q qilib qo'ya qolamiz, 1 bo'ladi. Xohlasalaring qoldiq deb yozinglar, xohlasalaring q deb yozinglar. Keyingisi 3 tadan ajratibdi. Mana 3 tadan ajratdi. Yana 3 ta ajrataman desam yetmayapti. Demak, 2 guruhga bo'ldik. To'liq javob 2 bo'lar edi. 3 1 yozib qo'yibman. Qoldiqqa keladigan bo'lsak 2 qoldi. Mana 3 dan mana 2 kichkina. Xuddi shu tartibda davom etamiz. Bu yerda 5 ta sanaymiz. 1 2 3 4 5 ta mana bu yerdan bo'ladi mana. Yana 5 ta ajrataman desam iloji bo'lmadi. Demak, bitta ajratdik. Qoldiq 4 bo'ldi mana. Keyingisi 8 ni 4 ga bo'lsak, mana bu yerdan ajratamiz ekan. Mana 4 ta. Qarasam yana 4 ta. Demak, bu yerda qoldiq qolmadi. Javobiga esa 2 deb yozib qo'yamiz. Suratga qarab biz bo'lishni bajardik. 3 tasida qoldiq, bittasida qoldiq qolmadi. 5-chi og'zak ekan. Og'zak ishlashga harakat qilamiz. Sonni 5 ga bo'lganda necha qoldiq qolishi mumkin? 3 ga bo'lgandachi, 9 ga bo'lgandachi? Misollar keltiring. Har doim o'zidan kichkina bo'lish kerak. Marker olib qo'yibmiz. Har doim o'zidan kichkina bo'lish kerak edi. Demak, buni bo'lganda 4 qolishi mumkin qoldiq, 3 qolishi mumkin, 2 qolishi mumkin, 1 qolishi mumkin va 0 qolishi mumkin emas. 5 ham mumkin emas. 3 ga bo'lganda sonni 2 va 1 qoldiq qolishi mumkin. 9 ga bo'lganda esa shu sonni 9 ga bo'lganda 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 qoldiqlar qolishi mumkin. O'zidan kichkina bo'lgan. Masalan, 70 ga bo'lsak, 1 dan boshlab 69 gacha qoldiq qolishi mumkin. 35, 37 va hokazo. O'sha bizga berilgan bo'luvchidan kichkina sonlarning barchasi qoldiq sifatida kiritishimiz mumkin. Masalan, 4 qoldiq qoladigan bo'lsa, 9 ni 5 ga bo'lib ko'ramiz. 1 qoldiqda esa 4 bo'ladi. Masalanda, keyingisi 4 ni 3 ga bo'lib ko'ramiz. Bunda ham 1 qoldiqda 1 bo'ladi. Mana 1 qoldiq qoldi. Keyingisi masalan 23 ni bo'lib ko'ramiz 9 ga. Bunda 2 yu qoldiq 5 qoladi. Q deb yozishimiz kerak edi. 5 qoldiq qoladi. 18 shunaqa. Shunga o'xshagan xohlagancha misol yozib qo'yishlaring mumkin. Ixtiyoriy holatda albatta bular. Boshqa misollar tuzishlaring ham mumkin. Qoldiq qolsa bo'lgani. Ularni o'chirib tashlay qolamiz. To'rt xonali sonlarni o'sish tartibida joylashtiring. Qanday so'z hosil bo'ldi? Bu nimani bildiradi?
hisob kitob qilishimiz kerak endi bu yerda. Ustun shaklda ishlashga harakat qilamiz. Bu yerni ozgina ochib olsak avval. Mana bo'ldi. Menimcha udan boshlaymiz. 89.520 ayrı 87.146 barobar. Mana bu boshdagi 8lar ayrilib ketdi. Masalanda endi shunaqa bo'lsa ham bo'ladi. Yoki oxiridan boshlab ayirib kelsak ham bo'ladi mana. 0 dan 6 ni ayirsak 4 bo'ladi. Bu yerda 1 qoldi, 4 ni ayirsak 7 bo'ladi. 4 qoldi, 1 ni ayirsak 3 bo'ladi. Bu yerda esa 2 bo'ladi. 2374 bo'ldi. Hozircha bu 4 xonali. I harfiga o'tamiz. 40300 ayrilgan 39325 bo'ladi. Hop, bu yerda mana bu yerda 0 dan 5 ni ayirsak 5 bo'ladi. 9 dan ayirsak 7 bo'ladi. Bu yerda 2 qolgan edi. Qarz olib beramiz. 2 ni ayirsak 2 bo'ladi-da. Raqam 12 dan 3 ni ayirsak 9 bo'ladi. 975 bo'ldi. Bu lekin 4 xonali emas, 3 xonali. Shunga e'tibor beramiz. Qizil bilan mana belgilab qo'yamiz. Keyinchalik adashib ketmasligimiz uchun bu bizga kerak emas-da. V harfi 7766 qo'shamiz 1982 ni. Bu yerda 8 necha bo'ladi? 14 bo'ladi. Hop, 17 bo'ladi. 8 9 bo'ladi. Bu 4 xonali. Sh harfi 25859 ayru 16147. 9 dan ayirsak 2. Bu yerda 5 dan ayirsak 1. 8 dan 1 ni ayirsak 8 dan 1 ni ayirsak 7. Bu yerda 25 dan 16 ni ayirsak 9. 9712. Endi S harfi. Bu ham 4 xonali, eslatib o'taman. 885 plyusdan 783. Qo'shamiz 8 16 15 16. Bu ham aynan 4 xonali. Davom etamiz. M harfidan. Bu yerdan o'qib bo'lib qo'ysak bo'ladi. M 19005 qo'shuv 14621. Endi bular hammasi 5 xonali bo'lib ketadi ekan. O'zi 5 xonali songa 5 xonali sonni qo'shmoqda. Bizga esa bu kerak emas. Hop, mayli qo'shib javobini yozib qo'ya qolamiz. 33000 bo'ladi ekan. 33626. Buni ham biz qizil bilan belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi, albatta. Hozir 1 daqiqa. Ruchkamiz ishlamay qoldi. Yozmay qoldi desa ham bo'ladi. Endi bo'ldi. Keyingisi Z harfi. 31789 dan ayiramiz 27408 ni. Bu yerda 9 dan ayirsak 1, 8 dan ayirsak 8, 7 dan ayirsak 3, 31 dan ayirsak 4. Bu ham to'g'ri keladi. Keyingisi I harfi. 51003 ayru 45733 bo'ladi. 3 dan 3 ni ayirsak 0 bo'ladi. 0 dan 3 ni ayirsak 7 bo'ladi. 9 dan 7 ni ayirsak 2 bo'ladi. 0 qolgan. 50 dan ayirsak
5 ni 5 bo'ladi. 5200. Ikkita sonni chiqarib tashlaymiz. Qolganlarini birgalikda yozib ko'ramiz. O'sish tartibida. Bunga ahamiyat beringlar. Eng kichigini topamiz. Bu kerak emas, bu ham kerak emas. Xuddi 4000, 5000, 1000 bor ekan mana. Eng kichigi mana shu ekan. S dan boshlaymiz. S va buni o'chiramiz. Keyin 2000 bor ekan bu yerda mana. U harfi. Hop, 2000 dan keyin 4000 berilyapti mana. Z yozamiz. Keyin 5000 shekli menimcha. 5000. I harfi mana. Keyin mana bu ikkalasi 4712 bor ekan. Sh harfi. Keyin V harfi. S U Z I Sh V. Nimaga mana shu? Bu 5 xonali son chiqishi kerak ekan, adashmasam. Bu ikkisini qo'shsak 8, buni qo'shsak 14, bir dilimizda 7 ga 9 ni qo'shsak 16, 17, bir dilimizda 7 ga 1 ni qo'shsak 8, biri bilan 9. Biz bu 23 dan boshlanganda V ni tekshirib ko'ramiz. Suzish V bo'lib qoldi. S U Z I Sh. Bu to'g'ri keldi, lekin faqat V harf qatnashib qolyapti bizda. Qanday so'z hosil bo'ldi? Bu nimani bildiradi? Mana bu yerda suzish tasvirlanganda. Suzishda V qo'yilib qoldi. Suzish V bo'lib qoldi. Nimaga endi bunaqa bilmadim. Mana shu V da kamchilik bo'lsa kerak menimcha. Ular 5 xonali son chiqishi kerak edi. 5 xonali son chiqqanda bu V ni olmas edik biz. Suzish degan so'zni hosil qilar edik. Mayli. Suzish deb yozib qo'yishlari mumkin. Suzish bu mana bu yerda aynan tasvirlangan. Bizda mana sportchilar suzib ketishmoqda. Suzish bu sportning bir turi hisoblanadi, yo'nalishi. Yettinchidan davom etamiz. 7-masala ekan. Mana bu yerga qo'ysak, mana 8-chi bitta ko'rinib turibdi. Hop, boshladik. Velopoygada Osiyodan 64 ta sportchi qatnashyapti. Osiyoga biz ham kiramiz. Yevropalik sportchilar esa ulardan 3 barobar ko'p. Amerikalik sportchilar esa Osiyoliklardan 14 ta kam. Barcha sportchilar 3 kishilik guruhga ajratsak, nechta guruh hosil bo'ladi? Yaxshi zo'r savol beribdi. Osiyo deb yozamiz. O'tga mana O S I yo. Nechta? 64 ta. Yevropa deb yozamiz. Yevropa. 3 barobar ko'p bundan. 64 ko'paytirib 3 barobar 180, 192. 192 ta. Ta deb yozib qo'yamiz. Amerikalik sportchilar Osiyoliklardan 14 ta kam. Yozamiz bu yerda Amerika. Osiyoliklardan 14 ta kam. 64 dan 14 ni ayiramiz. 50 hosil bo'ladi. Savolda barcha sportchilarni, demak hammasini topishimiz kerak biz. Jamini topish uchun nima qilamiz? Osiyoliklar 64 ga, Yevropaliklar 192 ni va Amerikaliklar 50 tani qo'shishimiz kerak bo'ladi. Shunda jami sportchilar soni kelib chiqadi. Shu yerga qo'sha qolamiz. Bu ikkisini qo'shsak 114. Qo'shsak 8 0 3 308 bo'ladi adashmasam. 306 bo'ladi ekan. 4 ga 2 ni qo'shsak 6. Buni qo'shsak 15, 20 ikkisi dilimizda. 1 bilan 3 306 to'g'ri. Endi 3 ta guruhga ajratilibdi-da. Guruhlar deb qo'yamiz. Guruhlar sonini topish uchun 306 ni 3 ga bo'lamiz.
Shunda guruhlar soni kelib chiqadi 1, 0, 2. 102 ta. To'g'ri javob bu. Masalaning to'g'ri javobi yoki velopoygada 102 ta guruh bor desak ham bo'ladi albatta. Hmm, 8. Har 4 yilda bir marotaba o'tkaziladigan eng yirik xalqaro sport musobaqalari nima deb atalishini toping. Bu musobaqalarda qo'lga kiritilgan medal sportchilardagi eng katta yutuq hisoblanadi. Eng katta yutuq bo'ladi ekan. Mana bu tepasini. Mana buni ham menimcha ozgina o'chiramizmikan yoki? Mana shu ham menimcha kerak emas bizga. Hozircha joy kerak biz uchun. Endi esa ishlashni boshlaymiz. A dan boshlay qolamiz. Mana bu yerga A ni yozsak, so'ng ostiga Y ni yozamiz. Keyin davom etamiz. 630 bölü 9 plyusdan 140 bölü 20 barobar. 63 ni 9 ga bo'lsak 7, 0 qolib ketdi, ko'chirib qo'yamiz. Nollarni bo'lib 14 ni 2 ga bo'lsak 7. 77. Bu 77 bizda bor hozircha. 900 bölü 10 plyusdan emas minus ekan. 250 ayrı 50. Nollarni bo'lamiz. 9 ni 1 ga bo'lsak 9. 0 bor. Nollarga e'tibor beramiz. Mana bu narsa bo'lish edi, ayrı qilib yozib qo'yibman. Nollarni qisqartiramiz. 25 ni 5 ga bo'lsak 5 chiqadi. Bu 85. Javoblarni yozib ketamiz. 77 ga A yozib qo'yamiz. Yoki yozmaymiz amikan. Yozib qo'ysak ham bo'ladi, yozmasak ham bo'ladi ekan yoki shart emas ekan menimcha. Xo'p, davom etamiz. I harfi. 720 hop, menimcha nimadir bo'ldi. Bir to'g'rilashga harakat qilaman. Qilamiz edi. Boshladik. I harfi 720 bölü 8 plyusdan 560 bölü 70. 72 ni 8 ga bo'lsak 9. 0 qolib ketdi. Nollarga juda ham katta e'tibor berishimiz kerak. 56 ni 7 ga bo'lsak 8. 98. Hozircha bizda 98 bor mana. A harfiga o'tamiz. 450 bölü 5 ayrı 150 bölü 7 barobar. 45 ni 5 ga bo'lsak 9 va bitta 0 bor. 35 ni 7 ga bo'lsak 5 va bitta 0 bor. 90 dan 50 ni ayirsak 40 hosil bo'ladi. 40 ham bor bizda mana. Endi esa D. 12 ko'paytiruv 6 plus 14 ko'paytiruv 8. 12 ni ko'paytirsak 72 plyusdan 14 ni ko'paytirsak 80 92 32 112 plus qo'shsak 180. Mana bu yerda berilgan L harfi 37 ko'paytiruv 3 ayrilgan 14 ko'paytiruv 5 ko'paytirsak 111 ayrilgan bu 70 barobar 41. M harfi. Mana shuni mana to'rtdan yoza qolamiz.
ajratib qo'ysak faqat mana yaxshi ishlamayapti menimcha nimagadir. Ot 55 ko'paytirib 6 minus 42 ko'paytirib 4 bo'ladi. Ko'paytirsak 330 ayrilgan 168 barobar 2 162 bo'lsa kerak. Ancha bunaqa javob bor ekan mana. Ha. 83 ko'paytiruv 4 plyusdan 12 ko'paytiruv 8. Buni ko'paytirsak 320 yu 332 plyusdan 96 barobar javob 8 va 428. Bunaqa javob bu yerda berilgan. Endi kichkintoylar mana shu yerga yozib ko'ramiz. Ularning barchasini. Birinchi harf 40 ekan. 40 mana O harfi. Bu ketdi. Keyingisi 41. Mana L harfi. Keyingisi 98. Bitta chiqdi. Mana 98. I harfi. Keyingisi 162. M harfi. Mana. Keyingisi 428. Mana eng oxirida P harfi. 98 yana M harfi edi. Yo'q. I harfi. 77 boshida A harfi. 184 D harfi. 77 yana A harfi. D harfi 3 ketib qoldim. Olimpiada kelib chiqdi. Bizda bitta mana bu harf ishlatilmadi. Ya'ni Y harfi kerak emas ekan bizga. Olimpiada degan sport turi hosil bo'ldi. Bu 4 yilda bir marotaba o'tkaziladi va bu yerda yutgan sportchilar o'sha eng katta desa bo'ladi ekan. Medali eng katta bo'ladi. Sport karyerasining eng cho'qqisiga yetganlar hisoblanadi. Albatta bular olimpiadani g'oliblari. Xo'p, davom qilamiz. Xuddi shu tartibda 9 dan o'tamiz. Bosh qotirmalar berilibdi 9 ga. Ularni ko'rib olgan bo'lsalaring, kichkintoylar o'chirishda davom etamiz va biz 9-bosh qotirmaga o'tamiz. Bosh qotirmani ishlashdan avval kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Obunachilarimiz soni ko'payishda davom etsagina biz darslarni chiqarishni davom etamiz. Xo'p, 9. Aziz, Bahrom va Doston yugurishda qatnashdi. Oldin Aziz, keyin Bahrom, keyin Doston yugurdi. Yo'lda Azizdan 3 marta, Bahromdan 5 marta, Dostondan esa 8 marta o'zib ketishdi. Bolalar finishga qanday tartibda yetib kelishdi? Savol yaxshi berilibdi. Birozgina murakkab savol. Bu yerda aytayaptiki, yugurishda qatnashdi. Demak, 8 marta o'zib ketibdi undan. Bu degani o'quvchilar, ya'ni qatnashuvchilar, yuguruvchilar soni ko'proq. Shunga ahamiyat beramiz. Avval oldin Aziz yuguribdi. Qanday tushuntirib bersam bo'larkan endi buni sizlarga? O'tga Aziz yozsak. Aziz deb yozsak bo'ladimikan? O'rinlarini yozaylik avval. Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi, to'rtinchi o'rin, beshinchi o'rin, 6-chi, 7-chi, 8-chi. Biza 9 ta soldirishimiz kerak edi.
Birinchi, o'zi ko'rinyaptimikan bu joy bizaga? Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi, sakkizinchi, to'qqizinchi desak bo'ladimi? Yoki chizma orqali tushuntirib bersamikan? Chizma chiza qolamiz, bo'lmasa kichkintoylar. Mana hozir chizma chizib tushuntirishga harakat qilaman. Hop. Ana 3 ta tura qolsin ekan. Ozgina cho'zilib ketib qoldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta bo'lib ketibdi. Xo'p, mayli. Bundan boshlaymiz. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu nima degani kichkintoylar? Bular mana shu yerda turgan o'quvchilar shu o'rinda ketmoqda. Misol uchun, mana shu yerga kimni yozsam, birinchi o'rinda ketyapti u. Ikkinchi o'rinda, uchinchi o'rinda va hokazo bo'ladi. Mana shu tartibda bo'ladi. Men shuni tushuntirsam, menimcha yaxshiroq tushunasizlar deb o'yladim. Bunga ahamiyat beringlar. Hozircha 10 ta ishtirokchi bor deb o'yladim. Endi 10 tadan ko'pdir balki. 10 tadan ko'p bo'lishi ham mumkin. Misol uchun 15 ta, 16 ta, 20 ta, lekin 5-6 ta emas u. Sababi bu yerda 8 ta o'tib ketdi deyapti. 8 ta o'tib ketishi uchun bular ko'proq bo'lishi kerak. Boshladik. Mana birinchi oldin Aziz. Aziz yo'lga chiqdi, Bahrom yo'lga chiqdi va keyin Doston yo'lga chiqdi. Keyin bu yerda yana noma'lum ishtirokchilar bor. X deymiz. Hammasini noma'lum bizda ishtirokchilar. 10 ta ishtirokchi bor. Aziz yugurib ketyapti birinchida, ikkinchida Bahrom undan orqada, uchinchida Doston orqada va buncha o'quvchilar. Hammasi turli harfli o'quvchilar. Yoki ishtirokchi, sportchi desak ham bo'ladi. Yo'lda Azizdan 3 marta oldinga o'tibdi. Azizdan 3 marta oldinga o'tdi. Demak, Azizdan Bahrom oldinga o'tdi, Doston oldinga o'tadi, keyin X oldinga o'tadi. Shunda birinchi Bahrom oldinga o'tsa, Bahrom bo'lib qoladi, keyin Doston, keyin X bo'ladi. Mana bu bunga tushib qoladi Aziz. Chunki mana bu uchalasi oldinga o'tib ketadi, 3 marta o'tdi. Keyin hammasi X'lar bo'ladi mana. Bo'ldi. Ular kerak emas ekan. Ko'p chizib qo'yibmiz. Hop. Bahromdan 5 marta oldinga o'tdi.
Bahromdan 5 tasi oldinga o'tgan bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5 ta. Mana bu yergacha bo'lganlar oldinga o'tdi mana. Bu yergacha bo'lganlar. Demak, Doston birinchida, X ikkinchida, Aziz uchinchida, mana bu X, Azizdan keyin bu X. Mana 1, 2, 3, 4, 5 tasi oldinga o'tdi. Keyin Bahrom keladi mana. E'tibor beringlar. Bahromdan 1, 2, 3, 4, 5 tasi oldinga o'tdi va Bahrom. Keyin hammasi X'lar. Hozircha birinchi doston. Endi esa dostondan 8 marta o'zib ketishdi. Dostondan 8 tasi o'zib ketgan bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. Mana bu yergacha bo'lgan hammasi o'zib ketdi. Shunda birinchi X, keyin Aziz, keyin X yana, keyin yana X, Azizdan keyin ikkita X noma'lum, keyin Bahrom, keyin yana 3 ta X bo'ladi. 1, 2, 3 ta X bo'ladi. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tasi o'zib ketdi. Mana 8 tasi o'zib ketdi deb aytgan. Keyin doston. Keyin yana X. Mana bo'ldi. Mana shu tartibda ketmoqda ular. Bular kerak emas ekan. Ko'p chizib qo'yamiz, mayli, hech qisi yo'q. Ahamiyat bermaymiz bunga. Endi bu yerda qanday tartibda bolalar finishga qanday tartibda kirishdi deb so'rayapti. Shunda birinchi kim kirdi, ikkinchi kim kirgan, uchinchi kim kirgan deb so'rayapti. Birinchi o'rinda noma'lum son, bu bizga kerak emas, ismini bilmaymiz. Aziz kirdi. Aziz, keyin Bahrom, keyin esa Doston. Mana shu tartibda o'quvchilar finishga kirishgan ekan. Birinchi Aziz yugurib ketayotgan edi oldinga, keyin undan 3 kishi o'tib ketdi va hokazo o'quvchilar o'tib ketgan. Shu tartibda mana. Aziz, Bahrom, Doston ekan. Aziz, Bahrom, Doston. Shu tartibda o'quvchilar finishga yetib kirishgan ekan. O'n va 11 uyga vazifalarga o'tamiz. Uyga vazifani ishlashdan avval kanalga obuna bo'lishni, videoga like bosishni esingizdan chiqarib qo'ymang. Qora qilib olishimiz kerak ekan, qora bilan chizilgan. Suratga qarab bo'lishni bajaring. Shakllarni daftaringizga ko'chirib oling. Namunadagidek guruh-guruh qilib har bir guruhni o'z rangiga bo'yab chiqing. Demak 7. Bu degani 7 hisoblashimiz kerak. Mana hozir shuni butdan qora ajratib olishimiz kerak va 1 0.5 qanaqa chiqadi ekan? 1 qilsak bo'ladi ekan. Mana buni yo'q qilib qo'yamiz va buni 1 ga aylantiramiz. Shunda menimcha bo'ladi. Avvalniroq shaklini menimcha qara olmasam kerak. Yana bilmadim. Bo'ladi, 7 ta sanaymiz. Endi ichini sanab yozsam menimcha tushunarliroq bo'ladi. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bo'ldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Davom etamiz. 1, 2, 3, 4. Mana 4 ta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Keyingisi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 va 1. Ikkita ekan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 va 1. Bu bizga chizish uchun qulay bo'ladi. Sizlar ham xuddi shu tartibda
bajarib olinglar va mana chizaman, faqat qora emas ekan-ku bu. Mana 7 tagacha ajrataman. Mana faqat ozgina orasini ochib bermabdi, mayli. Keyingi 7 tadan ajrataman. Mana bo'ldi. Xuddi shu tartibda 4 tadan ajratib ketishimiz kerak bo'ladi. Mana 4 tasini yuqoridagiga o'xshatib ajratib chizamiz. Mana 4 tani, keyingisi esa bu 4 tani, mana bu qoldiq qoladi. Bularni bo'yasak yanada ham aniqroq ko'rinadi. Hozir bir necha daqiqalardan so'ng bularni bo'yab ham chiqishimiz kerak bo'ladi albatta. Kichkintoylar, videoga like bosing, kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Obunachilarimiz soni ko'paysagina biz darslar chiqarishni davom etamiz. Shu narsa eslaringdan chiqmasin. O'z tanishlaringizga, qarindosh, qo'ni-qo'shni, sinfdosh, do'stlarga bizni matematika darslari kanalini taklif eting. Kanalimiz manzili videoning osti qismida turibdi. Matematika darslari. Xo'p, ana bo'ldi. Endi biz bularni marker bilan bo'yab chiqamiz. Marker mana bu rangda bo'lsa kerak, menimcha. Bo'ladi ekan mana shu. Mana bu yerdan hammasini bo'yab chiqa qolaman. Undan kichkinasi yo'q ekanda. 20 olib ko'rsakmikan. Mana shu bitta qatorga bo'ladimikan? Shunaqa qilib qolamiz ekan. Mana. Kichkintoylar, endi ozgina qoroq chizishga majbur bo'ldim. Sababi har birini bo'yab chiqsak menimcha bo'lmaydi ekanda bu. 25 olsakchi. Bu nimasi 25 ekan buni? Foiz ko'rsatkichi 25 ekan. 20 dan katta bo'lmaydi ekan. 10 bilan chiza qolamiz ekan bu yerda. Mana shuni o'zini bo'yaymiz, buni o'zini, buni o'zi, bu menimcha yaxshi ishlamayapti programmamiz. Mana o'zi yaxshi emas bu. O'chib ketib qolyapti. Shuning uchun barchasini bo'yab qolamiz. Menimcha shunda balki ishlab qolar. Mana bo'ldi. Keyingisi buni ham bo'yaymiz. Mana bo'ldi. Bular kerak emas. Birinchisini bo'yaymiz. Endi buni chizishda o'zlaring mana shu sabzi rang bilan aynan ichini, mana bu aylanaga o'xshab bo'yasalaring yaxshi bo'ladi. Chiroyli chiqadi. Menda unaqa imkoniyat bo'lmagani uchun shunday qila qoldim. Buni bo'yaymiz. Bunisini, keyingisi va yana oxirgisi. Mana bo'ldi. Endi ko'k rangni olamiz. Bu siniy, menimcha mana shu bo'lsa kerak. Endi buni biz siniy bilan yozib chiqqanmiz-ku. Siniy bilan emas, qora bilan yozganimizda bo'lar ekan. Mana shuni ola qolamiz mana. Sizlar ruchka bilan yozinglar, maslahat beraman. Sizlarga o'xshab mana bunaqa ko'rinmay qolishi mumkin. Mana bo'yab chiqsalaring. Bugungi ishimiz faqatgina bo'yash ekan. Yaxshi uyga vazifa beribdi. Bo'yab chiqsak bo'ldi ekan. Uncha qiynalmaymiz. Menimcha ko'pchilik kichkintoylar bo'yashni juda yaxshi ko'rishadi va bemalol ularni bo'yab chiqishlari mumkin. Va biz yakunladik eng oxirgisi. Bu yerda qolib ketgan
1, 2, 1 bular qoldiqlar. Endi har doim bunaqa birdan boshlab yozib chiqmaymiz-a. Bizaga qulayroq bo'lishi uchun, qayergacha bo'yashini ko'rish uchun shunaqa qilib ajratib oldik. Mana shu tartibda bo'yashlaring kerak bo'ladi. Bu yerda suratga qarab bo'lishni bajaring degan. Mana bu bajaring, shakllarni namunadek qilib bo'yab chiqing deyapti. Javobini chiqaring demagan, chunki bu yerda ham, namunada ham javobini yozmagan. Bizda masalan namuna, yana boshqa namuna bo'luv 5 barobar javob 2, qoldiq esa 2. Qoldiq ham 2, javob ham 2 deb yozganda bularni ishlashimiz kerak bo'lar edi. Hozircha bu yerda bunaqa bermagan, shuning uchun biz ham bularni ishlamasdan tashlab ketamiz. Agar xohlasalaring ishlab qo'yishlaring mumkin bo'ladi, albatta. 11. Eng oxirgi uyga vazifalardan biri, keyingisi esa mana 43 qoldiqli bo'lishga o'tib ketamiz. Demak, boshladik. 11. Kanalga obuna bo'lishni, videoga like bosishni esingizdan chiqarmang. Yaqin do'stlaringizga bizni kanalni tavsiya eting. 11. Musobaqada 42 ta mamlakat qatnashyapti. Har bir mamlakatdan 12 tadan sportchi va 3 tadan trener kelgan. Trener, bu so'zni agar bilmasalaring, sport murabbiyi desak ham bo'ladi. Ular mehmonxonaning 9 ta qavatini to'liq egallashdi. Mehmonxonaning har bir qavatida nechtadan xona bor? Savol yaxshi berilibdi. Demak, musobaqada 42 ta mamlakat qatnashyapti. M qilib qo'yamiz. Bu mamlakatlar 42 ta. Har bir mamlakatdan bir M qilamiz. Bir mamlakatdan degani tepaga yoza qolamiz. Bu yerga 1 M dan 12 ta sportchi va 3 ta trener plus 3 tadan barobar 15 ta. 15 ta trener kelgan ekan. Endi ular mehmonxonaning 9 ta qavatini to'liq egallashdi. 9 ta qavatini egallashibdi ular. O'zi qancha keldi ular jami? Nechta sportchi, nechta trener, umumiy holatda nechta odam kelgan, shuni aniqlashimiz uchun biza sezgan bo'lsalaring 42 ni 15 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Buni qulayroq usul bilan 40 plus 2 deb yozib olaman. Xohlasalaring ustun shaklda ko'paytirishlaring mumkin. Men ustun shaklda ko'paytirgim kelmadi, shuning uchun bu yo'ldan foydalandim. 40 ni 15 ga ko'paytiraman va 2 ni 15 ga ko'paytirib, ikkita ko'paytmani bir-biriga qo'shib qo'yaman. 4 kere 15 60, ya'ni 600 bo'ladi. Buni pastga yozsak ham bo'ladi. 600 plusdan bu 2 kere 5 15 30 bo'ladi. Plus 630 bo'ladi. 630 ta odam kelgan. Bularning ichida sportchilar ham bor va ustozlar, ya'ni murabbiylari yoki trener desalaring ham bo'ladi. Trenerlari ham bor albatta. 630 tani ichida hammasi. Endi bular 9 qavatli binoni to'liq egallashibdi degani uchun har bir qavatda qanchadan bor? Biz hozir javobini topmadik masalani. Masalani javobiga yozgina qoldi. Demak, keyingi bajaradigan ishimiz bu 630 ni 9 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Sababi u 9 qavatli binoni to'liq egallashganda. Mana bu yerda 63 ni 9 ga bo'lsak, javobi 7 chiqadi. Nollarga e'tibor beramiz. 0 qolib ketmoqda. 0 yozib qo'yamiz va ta deymiz. Bu nima degani? Ta degani bir qavatda 70 ta. Ya'ni har bir qavatda 70 tadan sportchi va trener bor. Ya'ni har bir qavatda 70 ta trener va sportchi bo'lsa, demak har bir xonada bittadan sportchi, bittadan trener bo'ladi. Demak, har bir xonada ya'ni har bir qavatda 70 ta xona bor deb javobini 70 deb berishimiz ham mumkin.
Lekin bizda hozir bu yerda aytilmagan, chunki har bitta xonada bitta sportchi, bitta trener e, deb aytilmagan. Shuning uchun biza bitta xonada bitta sportchi bor. Ikkinchi xonada ikkinchi sportchi, qaysidir xonada bitta trener. Hammasi alohidadan xonada ular deb faraz qilamiz. Kichkintoylar 42-darsga ajratilgan barcha sinf ishi va uy ishi misollarini sizlar bilan ko'rib chiqdik birgalikda. Har doimgidek ustozlaring Akmaljon Jo'raqo'ziyev bo'ldi sizlar bilan. Kanalga obuna bo'lishni, videoga like bosishni esingizdan chiqmasin. Obunachilarimiz soni 100 mingta bo'lsagina biza 3-chorakdan, ya'ni yangi 2025-yildan darslarimizni YouTube kanaliga joylashni boshlaymiz. Buning uchun yaqin do'stlaringizni bu bizning matematika darslari kanaliga taklif etishingizni so'raymiz. Kanalimiz esa quyida joylashgan. Matematika darslari Telegramga matem darsiga yozsalaring, matem darsi deb meni rasmim chiqib keladi. Shu kanalga obuna bo'lsangiz turli xil qiziqarli misol masalalarni ishlab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bular albatta hammasi bepul bo'ladi. Bu yerga qo'shilishingiz kerak bo'ladi. Albatta. Mana bu yerga ozgina ko'zim tushib qoldi, kichkintoylar. Mana shu bo'yalmasdan qolib ketgan ekan. E'tibor bermabman. Qilib bo'yab qo'yamiz. Va ana bo'ldi, biza yakunladik. Keyingi 43-darslarda ko'rishguncha kichkintoylar, xayr, salomat bo'linglar.